Assalomu alaykum hurmatli obunachilar va albatta bizni tomosha qilib borayotgan aziz tomoshabinlar. Mana bugungi ishimiz mana shu ko'rib turgan ishingiz Panjikent shahrida bo'lgan. Ko'ring, tomosha qiling. Agar kanalimizda yangi mehmon bo'lsangiz, podpisatsiya va qo'ng'iroq tugmachasini ham bosib qo'yishni unutmang aziz tomoshabinlar. Agar videolarimiz yoqsa bitta like bosib qo'yishingizni so'rab qolamiz. Bu yerni bitirib, mana mashinaga apparatlarimizni ortib, boshqa joyga yo'l oldik. Bu ham shu Panjikentda bo'ladi, faqat boshqa qishloqda. Bugungi kundagi narx-navolarga keladigan bo'lsak, aziz tomoshabinlar, polni hamma materiali ichida lesa taxtasini ham olib boramiz. Panjikent shahrida bo'lsa 120 so'mdan urib beryapmiz. Agar mahsulotini o'zingiz oladigan bo'lsangiz 50 so'mdan boshlanadi boshlanish narxi. Ko'ring, tomosha qiling. Xudo xolasa bundan keyin ishimiz shu Panjikentda Ko'ktosh qishlog'ida bo'ladi. Bu yerni ham bitirib mana shu kanalga qo'yamiz, chiroyli qilib. Xudo xolasa mana shu kanalda ko'rishingiz mumkin. Mana bu tarafda ko'radigan bo'lsangiz, mana hozir daroshka qismi ham bor. Mana bu yerda daroshka qismini ko'rishingiz mumkin. Bu ham yangicha bir fasonda bo'ldi. O'rtalariga bunday qilib gul yasab, shu o'zimiz qo'lda yasab, shu tunikadan bo'lgan hamma narsa hammasi tunikadan yasalgan aziz tomoshabinlar. Xudo xolasa mana shu kanalda kuzatishda davom eting. Xudo xolasa harakat qilamiz, yangi figura, yangi fasonlarni chiqarishga harakat qilamiz va chiqarib mana shu kanalga qo'yamiz. Mana shu kanalda ko'rishingiz mumkin aziz tomoshabinlar. Sog' va salomat bo'ling.